71-yili aytganman o'zi. 71-yili tug'ilgan. Shu tug'ilgan yili aytganman o'zi shu yoshda. Birinchi aytganman o'zi. 71-yili tug'ilgan. Shu tug'ilgan yili aytganman o'zi shu yoshda. Buni shoir To'ra Sulaymon yozgan. Men shunda Samarqandda gastrolda edim. Samarqandda gastrolda edim. Nasiba opa degan ashulachi opamiz bo'lardi. Oyxon opa degan ashulachi opamiz bo'lardi. Bular o'sha konsertga ular ham yordamchi bo'lib borgan. Jurnalda chiqqan edi. Jurnalda o'sha jurnalni olib borgan. O'sha yerda aytganman. Samarqandda aytganman. Mana hozir o'sha yili sen tug'ilgan ekansan. Ana boshida ilohiy qarozban bo'ldi. Sen qalbiga shu ashula kirib, mana shunga yaxshi ko'rib aytibsan. Endi xizmatini qilyapsan. Endi xizmat qilib charchaman. Ustozlaring mana bizni shogirdlarimiz. Ular ham omon bo'lsin. Kimki bizni hurmat qilib, bizni qo'shig'imizni aytyapti ekan. Ilohi ularni ham topganiga baraka bersin. Amin. Amin.